Bir yıllık kirim chiqim ahvolini hisoblab chiqarib qo'ydim. O'tgan yili 186.500 koy kirim qilibdimiz. Jalliq mana 186.500 koy bo'lganda oyligimiz 15.000 koydan to'xtabdi. Nech pul eshitib qo'limizga? Nech pul oshqinni so'ramay, ma chiqim ahvolini deb shuni tafsili anglanglar. Uyning daykuni 21.500 koy. Bir yildimi? Ha. Buni chiqarayotganda 165.000 koy pul qapti. Anda men mashinaning bo'shan shingyeniga qilinglar. 6.000 koy. Buni chiqarayotganda 159.000 koy pul qapti. To'g'ri, shunday pul ketgan. Ma uyniki un, may, guruch, sayko'k tatlarga 11.200 koy. Uni chiqarayotganda 147.800 koy pul qapti. Ma to'y to'kin chayliga oshgan pul 13.500 koy. Buni chiqarayotganda 134.300 koy pul qapti. Ondan men mashinaga mayjalagan pul 13.300 koy. 13.300 koylik mayjalamadimiz bir yilda. Buni chiqarayotganda qilinglar. 121.000 koy. 121.000 koy qoldi. Anda men davolanish sug'urtasiga 1.400 koy pul to'labdimiz. Buni chiqarayotganda 119.600 koy pul qapti. Ondan uyning tok, suv, gaz pullari buningga 3.000 koy pul to'labdimiz. Buni chiqarayotganda 116.600 koy pul qapti. Ma par puli, vuye pullari uningga 2.800 koy pul to'labdimiz. Buni chiqarayotganda 113.800 koy. Shunday qoldi. Ondan ma kiyim-kechak, turmush buyumlari buningga 18.400 koy pul xarjlabdimiz. Bir yilda. Buni chiqarayotganda undan 95.400 koy pul qoldi. Sizning pach-pirat xarajatingiz oyda 2.000 koy. Shuning bilan bir yilda 24.000 koy. Buni chiqarayotganda 71.400 koy pul qoldi. Endi mening pach xarajatimga har oyda 1.500 koy. 1.500 koydan bir yilda 18.000 koy. Buni chiqarayotganda shu 53.400 koy pul qolgan bo'ldi. Anda ma telefon puli har oyda 300 koydan 3.600 koy. Buni chiqarayotsa 49.800 koy. Anda yozda cho'ngni g'uljiq sayohatga olib, ballani ta'tilda 2 qatim o'ynatqilib olib, buningga 16.000 koy pul ketibdi. Buni chiqarayotganda shu 33.800 koy pul qilamdi. Her ayda ish ko'ydagi cho'ngliga 500 koydan bir yilda 12.000 koy pul beribdimiz. Ondan 21.800 koy pul qapti. Anda ma Bilaljonning tomoq puli, material pullari yo'q bo'lib 11.900 koy pul beribdimiz. Bundan qolib qolgan pul shu 9.900 koy pul. 9.900 koy. İkimiz bir yıl çapalık işlep qo'limizga 10.000 koy butun oshmabdi xudo ne. Voy daq tugmidi bu oxiri bor. O'tgan yil oxirida zukam bo'lib qilib ikkimiz osmas tudik. Shuningga 1.600 koy pul ketdi. To'g'ri. Ondan siz bir yilda 3 qatim og'aynilaringizni mehmon qildingiz. Uningga 5.000 koy pul ketibdi. Rosa, bu. Bu ikkisini chiqarayotganda ondan 3.300 koy pul qapti shu. Hey bu qiziq bo'ldi-ku bu xuddi. Bir yil ishlab qo'limizga yeshilmi oshmabdi-ku bizniki. Yana taxi bir yil ichida 3 qatim qatnash qoidasiga xiloflik qilib, uning 600 koy pulni to'lamadik taxi. Yana taxi ma oyda cho'ngliga bergan 500 koydan pulni taxi bermadik. Yana shu cho'ngning yeniga berib qolsaq deb ozroq so'g'u salam elvaptimi? Hozir shu yenimizga 1.500 koy pul eshibdi. 1.500 koy eshibdi demdi. Bulabdi xotinimdi. Qanday qilibmiz? Turmush degan mushkin. Bizmi tirishib baqdik bo'lmasa. Ochiq yeygingiz kelganda men sizga Kavsar Xo'jimiyani alohida tavsiya qilaman. Buningki Koreyacha ochiq ta'mi sizning ochiq bo'lgan tashnoligingizni to'liq qondira oladi. Qo'limdagi bo'lsa Kavsar markazidagi tuxum qo'shilgan qo'shaloq qo'yman. Undan boshqa niyanga qo'shilganlarimi bor, hamda xaltaliklarimi bor. Sizga qaysi qulaylik bo'lsa, shuni bir qatim tetib beqishingizni alohida tavsiya qilamiz. Bu yol qo'limizga ozroq pul olsa, telefonimizni namlashtiramiz deb tikamiz taxi.
yerim qilmanglar. Hech bo'lmasa haqqqa muhtoj bo'lib qolmadik. Ota-onamizni o'zimiz rozi qilyapmiz. Turmushimiz xotirjam o'tdi. Bu telefonning ishiga kelsak, mayliq mashina bo'lsa, sizga bitta telefon olay qanda? Bo'ldi dadasi. Shu kon telefonimni ishlatib turay. Shu telefon olamiz degan pulga balni ta'tillik kursga tizimlab olay. Bo'libdi. Balni kursga tizimlasak tizimtili. Anda men bugundan boshlab yushi tamakini chekmayam xuntasinchiki. Anda qilsam men 1 yilda 5000 ko'ga yaqin pul tejaykanman. 5000 ko'ga kelariyla sam telefonni men almamsa? Ma'qul. Men bugundan boshlab kiyim-kechak, kirim buyumga ortiq pul xarjlayman. Yil oxirigacha 5000 ko'p pul tejab, sizga bitta telefon berman. Endi siz yil oxirida ikkimiz o'xshash telefon olaqanda? Ma'qul. Qopang tayyorla qiling. Et chog'am bo'lib qoldi, cho'nligini bo'galdi berib bo'ldi. Ma'qul. Do'stim, turmush tutmak uncha oson emas. O'rinsiz chiqim qilmang. Siz pulni xar qilsangiz, amman bir kuni pul sizni xar qiladi.